Uy olma qo'shni ol degan joyimiz aynan shu yerga tegishli. Kirgandan fayz barokatni sezasiz. Marhamat, 3 xonalik uy topib qo'ydim. Obzorni ichkaridan davom ettiramiz. Proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi kirgandan chap qismida uyning birinchi xonasi. 80 metr kvadratdan iborat, plus minus hisobga olganda kirib yashashga tayyor holatda davom ettiramiz. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Manzilga keladigan bo'lsak, rusalkaning orqa tarafida joylashgan 4 qavatli panelli domning 3-qavatida o'ng qismida razdelli bo'lgan yuvinish va hojatxonasi ko'rishingiz mumkin. Marhamat, davom ettiramiz. Bu yerda uyning oshxonasi joylashgan. Ovqatingizni pishirib, mana bu yerda ovqatlanish uchun zona qilsangiz bo'ladi. Bu videoni uy izlab yurayotgan do'stlaringizga jo'nating. Pulingiz yetmasa, ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Taqir-tuqurlaringizni qo'yish uchun kladovkasi ham mavjud. Bu esa uyning 3-xonasi, mehmonlar uchun zal xonasi, balkoniga ham ega. $49,900 so'rashyapti. Yana kelishadigan joy bor. Qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin.